Assalomu alaykum, Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa mana niyatlar amallarga bog'liq degandek niyat qilgandik. Xudo xolasa mana 5 ta qo'yib olganmiz. 4 million 550 ming so'mdan 4 tasini olganmiz. 4 million 500 mingga bittasini olganmiz. Xudo xolasa rosa bir hafta bo'ldi. Buni boqishni boshladik. Oldingi videolarimizni ko'rsanglar, o'sha yerda turib niyat qilganman. Mana shularni xudo xolasa to'ldiraman deb asta-sekinlik bilan to'ldirishni boshladik. Xudo xolasa buni hammasi Andijon qurilish jo'jasining orqasidan biznesga ular bir-biriga daromad qilishda yaxshi o'rganib sekin boshlagan biznesimiz bu. Buni ancha oldin qilib ko'rganman. 45 ta olib bir 7 tamiga qo'ydi harom o'ldirgan paytim bo'lgan, boshqa qilgan paytim bo'lgan. Lekin hozirda ancha yo'lga qo'yib olganman. Chiroyli qilib boqishni boshlaganmiz. Bularga bug'doyni qaynatib beryapmiz. Bug'doy ham yaxshi effekt beradi. Bora-bora sekin-sekin makka qo'shishni boshlaymiz. Makkada ichlari yog'lanib, chiroyli semirishni boshlaydi. Endi mana xudo xolasa yumaloq axlat qilishni boshlashgan, ko'ryapsizmi? Yumaloq axlat. Axlat qilishni boshladi. Olganimizga bir hafta bo'ldi. 4 million 550 ming so'm olganmiz. Faqat bittasini 4 million 500 mingga olganman xolos. Baho berib turinglar, hurmatli obunachilar. Bularga nima beryapmiz? Nima qilyapmiz? Necha mahal yeydi? Hammasini video davomida qo'yib boramiz. Sekin-sekin astalik bilan xudo xolasa o'zgarayotgan, o'zgarmayotganligini aytib o'tib ketib turasizlar. Hozir bularga suvga alitserin degan dori beryapman. Bo'yniga Body Force 5 grammdan qo'yganman. Olib kelgan kunim belo. Olib kelgan kunim bitta yo'talga qarshi dorisini urib qo'yganman. Uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Keyingi videoda hozir to'g'risi nomi esimga kelmay qoldi. Korobkasi turgan bo'lsa, keyingi videoda albatta ko'rsatib o'tib ketaman. Qo'chqor tomonimiz bu. Xudo xolasa bir 5 ta olishimiz kerak bu tomonga. 5 ta kamlik qilyapti, 6 ta kamlik qilyapti degan. Yana 5 ta yo 6 ta olib kelib qo'yaman. Hammasini 22 million 200 mingga olganman, adashmasam. Kuzatib qo'yinglar, buni xudo xolasa chiroyli qilib boqib sotishga harakat qilamiz. Ularimiz so'lib, qari qo'y mana bu. Lekin hozirgi holati, bozordagi holati ham keta 5 million atrofida bo'lsa kerak. 4,5 million 5 million hisoblayveramiz. Bularni ham ashtaqa 4 million 5 million atrofida ketsa kerak. Bu so'lig'imizni yaxshi qo'y, o'ta ko'ryapsizlar. Ko'ki vashon udar qo'y. Bularni ham arzimagan puldan olganmiz, lekin xudo xolasa yaxshi qilib sotamiz. Ular ancha oldindan beri boqilgani uchun etlari zo'r bo'lib qolib, junlarini olib chiroyli qilib qo'yganim sabab xudo xolasa avvalo xudo chiroyli bo'lyapti xudo xolasa. Qo'chqorlarimizni ham xuddi shunaqa holatda bomboqni qilamiz. Bularga oz qoldi, bir hafta 10 kun ichida sotib natijasini aytamiz. Bu yerda ham so'liq tomon qilaman. Bu tomonni qo'chqoriga moslaganman. Shunaqa chiroyli holatda boqyapmiz. Xudo xolasa sizlar duo qilib, kanalimizga obuna bo'lib, podpiska qilib tursanglar, hurmatli obunachilar. Jo'ja sohasini ham, qo'y sohasini ham, xudo xolasa bu yoqda novoz sohasini ham o'rgatamiz. Novozlarimiz ham idealni hozir iloji boricha ko'rsataman. Yemini ham o'zim tayyorlayman. Yemi ham ancha arzonga tushadi. Hozir variantlarini aytaman. Bularni bunisini 13 million olganmiz, bundan keyingisini 12 million. 400 yo'q, 12 million o'zi olganmiz. Narigini 12,5 million olganmiz ancha oldin. Oxiridagini ham 12 million olganman. Hozir bu yerda kamida 25 million atrofidagi novoslar bo'lib qolgan. Inshaalloh harakat qilamiz. Bundan da zo'r qilib boqishlikka. Ularimiz yutug'i yozda ham boqishini sababi bor, chunki uyimiz ichidan shunaqa ariq o'tgan. Oxir ariq. Ko'ryapsizlarmi? Idealniy variantda bo'lgan xudo xolasa. Bizning kanalni qo'llab-quvvatlab tursanglar, like'larni bosib, podpiska qilib tursanglar, xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib tursanglar, hammasini video davomida chiqarib boramiz. Bilasizlar-ku, hurmatli obunachilar, bundan oldin ikkita novosim bor edi. Bittasini 30 millionga sotdim, bittasini 25 millionga sotdim. Zarari yo'q. Novos boqishda
Yem ming ko'tarilgani bilan go'sht ko'tariladi. Go'sht ko'tarilsa, обязательно yem ko'tariladi. Shuning uchun tavsiya beraman, hayvon qilib qo'yinglar. Hayvondan yaxshi pul qilsa bo'ladi. Zo'r foyda qilsanglar bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda обязательно yemini ham obzor qilib ketaman. Qo'yini ham, mollarni ham mana har doim 4000 so'mdan bo'ladi. Tarkiblarini nima qo'shishimizni aytib o'tib ketaman. 4000 so'mdan tushadi 1 kilosi. Ularimiz bir kunda o'rtacha 2 kilodan 4 kilo yeydi. Ertaman 2 kilo, kech payt 2 kilo. 4 kilo yemaydi kuniga. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Mashina turib, mashinani qo'yga to'ldiraman degandim. Xudo xolasa asta-sekinlik bilan to'lishni boshladi. Buning uchun jo'jaxona yil 12 oy jo'ja boqaman, xudo xolasa inshaalloh. Amin deb yozib qo'yinglar, omad deb yozib qo'yinglar. Bizni hurmat qilganlar uchun shunaqa chopki videolar chiqarib boramiz.